Bo'lib nima qilyapmiz-da, yaxshisini bu yoqqa jo'natamiz. Uncha uzoqqa borgandan keyin yaxshi bo'lish kerak-da. Optimi? Katta yaxshi. Joydasın. Bir koymayı yaptım. Kartışka ama kartışka iyi gelmiş değil mi ana? Ana. Yüklü bolduk mu ama bunlardan? Kartışka iki ama. Yengemiz nima yükseydi mi? Tağı bilen yenge. Nima qilattı mana? Hayırladık mana. Şu oralcaya qarab süramiz endi. Dami kam ekan. Dam so'sa. Eshitdingmi suv? Jeli kam o? Yo'q, shunday bo'ladimi? Bo'ladi, shunday. Dami kam emasmi? Shunday ko'rinadi. Ha, bo'ladi. Bu yerda 700 kilo, 700-800 kilo yuk bor-da. Qo'ra xudolik. Ana endi bu yaqindan paydo bo'lib qoldi mana bu qushlar. Bizda bu qushlar yo'q edi. Qayerdan kelib qoldi bu? Ben kim bilsa nima qushligini kommentariyada yozib yuborsin. Chaqalar. Ha. Mana bu tomonda. Turkiyadan kam bo'lmay qoldi bizda anolar. Dengizlar. Mana shu boshidan oxirigacha mana hozir boramiz mana. Ha, o'ng tomon mahalla, chap tomon suv. Suv yaqin bizga. Yozgi kunlari ham Toshkent bilan bir 5-6 gradus farq qiladi. Kechalari bir 10 gradusga ham farq ketadi. Kecha kechqurun ko'rdim. Juda bog'cha bor, chasli bog'cha. Ha, bu bog'cha. Chasli bog'cha. Yaxshi. Zo'r. Tadbirkorlar ko'payaversin. Tadbirkorlar ko'paysa yaxshi. Adamlar balıkka kelgan, baliq ovlashga. Baliq ovlayapti mana. Suvda tegida bo'lmasa, bu qushlardan baliq ham qolishini bilmadim-ku. Hayotda ko'payib ketdi. Çaykam, çanalayım. Nimadir-da? Ha, bu qora qarg'alar tepami? Nima u ana tepada qushlar? O'rdakmi? O'rdakmi, qarg'ama? Qarg'aga o'xshayapti-ku. Yo'q, ular qush. Ola qo'y. Ya, hali baliq ovlayotganlarni oldida ham ko'p edi-ku. Ya sekin kelyapman naraqdan. Shu vaqt kelyapti-da hali. Ha? Chap tomonda mana sho'par ekanmiz. Yana qush.
Majnuntallar oynagan. Ya majnuntalar o'ylanib Ya qoldi. qushni qara. Ana qushni ko'pligini mana. Bu tomonda ham ko'pirni chap tomonida ham mana tepada unchalik ko'p uchib yuribman. Ne oldu? Yo'ldosh ota. Yo'ldosh o'g'li To'rabek deb savdo markazi. Mana do'konlarimiz mana yaxshi. 2025-yil. 2025-yil o'tkazildi. Yaxshi do'konlarimiz. İstegan narsangiz topasiz. Tandır. Samsa qilishadi. Tandirlar bor ekan. Mana chap tomonimiz ho'lni dala. O'tib ketgan. Şuradan buralar. Bug'doylar ancha o'sib qolibdi-ku bu. Bir qarsh bo'libdi. Mana havoniga qarab qayrildik. Vaqtlar bahormaz. Zo'rmi? Charchamas. Assalomu alaykum. Dastlabda tog'anikiga go'ng. Qo'y go'ng. Ana. Har bir yo'llarni mana asfalt qilingan mana. Tek qo'yamiz. Kim nima bo'lsa mana. Ana tog'aniga ham keldik. Ariqlarda ham shunday qilib qo'yib. Kirganlarim mana baton qilib qo'yibdi mana chiroyli qilib. Bemalol nima qiladigan qilib. Dahshat-ku o'tlar. Uyda bo'lsa tog'a yaxshi. Mana kelish xabar qilmay kelib qo'ydik kelishgan. Ertasi bo'lsa kerak. Hali endi g'unchani bo'lyapti. Mana olib keldik. Endi hozir mashinasini olsam olib kiramiz. Şu bir çekelim. Aslında işlerin ko'p mayli shu tushirib qolib ketavergan men o'zim. Hey, shu norlaqa tushirib bersa. Mana yo'l bilan borib nariyoqqa tushirib nima qilamiz? Joy. Baba. Shu shoxani olib qo'yishimiz kerak ekan. Iloji boricha osposlarni ajratib olib keldim. Yo'q, shart emas. Yo'q. Mahallamizda nimasi? Pul ko'rkida mahallani. Toshkent viloyat futbol maktabi akademiyasi, futbol akademiya. O'tgan yil bitkizdim ana. Zimni ichida futbol o'ynaydi. Qishda bemalol. Arada sun'iy foliyasi bor. Bu yoqda tabiiy foliyasi. Ana. Bo'lsa qo'y qamoq qo'y o'tlab kelgandan keyin qamoq qo'yadigan joyimiz mana.
Bizde böyle Bu köçağımız bu. Anvar Bey de uyuyor. Ye. Zamran kızım o. İyi ama hamsiyan kızım Bahram Bey. Ve aleyküm zor musun?